qilmoqchi bo'lgan ishingizni hech kimga aytmang. Qachongacha? Toki u muvaffaqiyatli amalga oshmagunga qadar. Shunchaki amalga oshishi ham hisobga o'tmaydi. Muvaffaqiyatli amalga oshish kerak. Ana undan keyin istagan odamingizga aytavering. U zotan u ish o'xshadi. Lekin agar siz uni hali qilmasdan turib aytar ekansiz, u borgan sari nima bo'ladi? O'zining kuchini yo'qotadi. U haqida gapirar ekansiz, uni go'yo qilgandek his qilasiz o'zingizda. Va bu gaplar, nimalar, u ish haqidagi narsalar, u ishning bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Oilada bitta odamga beradi baraka va hammani barakasini qo'shib beradi. Aka-ukalaring, opa-singillaring agar o'sha to'g'ri yo'lda ishlatsa, ziqnali qilmasa, o'sha aka-ukalariga e'tibor berib qarasa, davomli beraveradi Xudo. Davomli. Agar pul topib faqat o'zini xotinidan ortmasa, ukalardan ziqnali qilsa, Xudo olib qo'yib boshqa farzandga beradi dedi. Shuning uchun qancha aka-ukalaringga to'g'ri yordam bersang, beraveradi, davom ettiradi.